Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugungi mavzuyimiz Arsenal. Arsenal jamoasining o'yinlarini ko'rib turibsiz. Arsenal mavsumni qanday boshladi? Chotki boshladi. Oldingi o'yinlarni ko'rganimda qalbimda og'riq paydo bo'lgan edi. Qo'rqqanimdan dag' titragan edim misoli. Lekin mana bu ikkita o'yin, rasmiy ikkita o'yin haqiqiy Arsenalning kuchini ko'rsatib berdi. Manchester City'ni ham kubokda, Coventry City'ni Premier Liganing birinchi turida sochib tashladik. Prosta takka sochib tashladik. 3-0, 3-0. Mana shu 3-0lar davomli bo'lsin. Aston Villa bilan bo'ladigan o'yinda ham shunday 3-0lardan kutib qolamiz. O'rtoqlik o'yinlarida hamma o'yinchilarimiz o'z saviyasidan juda ham past o'ynaganligi bilinib qoldi. Mana bu ikkita o'yin ko'rsatib berdi. Ikkita o'yinda o'yinchilarimizga 10 balli tizimda 10 baho. Hech qanaqa his-hayajonga, hech qanaqa xatoga o'rin yo'q. Havertz Arsenalga kelganda menga yoqmagan edi. Arteta uni tushiraverar, u qovullarni tushiraverardi. Lekin bu yilgi mavsumdagi Havertz va o'tgan mavsumdagi Havertz haqiqiy topchiga aylandi. Havertzga gap yo'q. Havertzga respekt. Aytgancha, Havertz Artetaning o'g'il o'g'illigini isbotlab qo'ydi. Respekt. Endi Arsenalning transfer siyosatiga o'tamiz. Arsenal va nihoyat o'yinchi sotmoqda. O'yinchi sotmoqda deganda shu paytgacha o'yinchi sotib kelgan, uni bilamiz. Lekin qimmatga 50 million funtga o'yinchi sotmoqdamiz nihoyat. Bizning o'yinchilar suv tekin ketgan edi shu paytgacha. Robin van Persie deysizmi? Thierry Henry deysizmi? Ular suv tekinga ketgan. Fabregas deysizmi? Suv tekinga ketamiz. Lekin Alex Oxlade-Chamberlaindek bitta o'yinda tushib, 10 ta o'yinda, 20 ta o'yinda tushmaydigan o'yinchini biz 35 million funtga sotgan edik. O'sha rekord edi. U rekordni nihoyat Martinelli urmoqda. Urishi mumkin. 50 million funtga Al Hilol uni sotib olmoqchi. Al Hilolga respekt. Arablarning puli ko'payaversin, Arsenalga pullarni to'layversin. Tovon qurib ketdi-da. Shu ichib olaman, maylimi? Shu ko'rinmas suvlardan sizlar ham ichinglar, maza qilasizlar. Har xil suvlarni ichmanglar, ko'rinmas suvlardan ichib yuringlar. Hakamlar mavsum boshidan o'z ishini boshladi. Liverpoolga qanday penalti berilganini ko'rdik. 100-minutda penalti. Nima degan gap bu? Manchester City ikkinchi golni urganguncha yana o'yin tugatilmayapti. Nima degani bu? Manchester City 84-daqiqagacha 0-1 yutqizib turgan jamoa 1-1 qildi. 90+larda gol urmoqda. Hakamlar yana o'z ishini davom ettirmoqda. Arsenalga qarshi. 31-avgustdan 1-sentyabrga o'tar kechasi soat 00:00 da Aston Villa Parkda Arsenalni qabul qiladi. Aston Villa chempionatda shu darajada sharmandalik boshladiki, 4-0 hisobidagi mag'lubiyat eng oxirgi o'rinda turibdi. Arsenal 3-0 yutgan raqibini. Nima deyish mumkin? Arsenal katta ehtimol bilan ham muxlis sifatida, ham futbol mutaxassisi sifatida Arsenalning yirik hisobdagi g'alabasini taxmin qilmoqdaman. Siz ham o'z fikrlaringizni, taxminlaringizni kommentariyada yozib ketishni unutmang. Arsenalga yutqizganimiz uchun muxlislarimizdan kechirim so'raymiz. Kechagi o'yinda ham yutqizib qo'yishimizga sal qoldi. Ba'zi birovlar aytgandek, sudyalarning yordami bilan emas, o'z kuchimiz bilan g'olib keldik. 2-1 adolatli bo'ldi. Manchester City chempionlik sari olg'a qadam tashlaydi endi bu yog'iga. Manchester City bu mavsumga yangi murabbiy, yangi g'alabalar, yangi sovrinlar bilan qaytmoqda. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United bu jamoalar chibuha jamoalar. Manchester City haqiqiy shahar jamoasi. Bu o'z nomi bilan aytib qo'yibdi. City shahar degan, bilasizlar. Bizda dunyoning eng kuchli hujumchisi bor, Holland.
haqiqiy terminator. Xohlasa oyoq bilan uradi, xohlasa boshi bilan uradi, xohlasa qo'li bilan uradi. Farqi yo'q. Uradi. Любойchasiga uradi. Dokudek dribling sohibimiz bor. Любой o'yinchini prosta changida qoldirib ketadi. Husanovdek temir matonatli himoyachimiz bor. Butun boshli o'zbek xalqining muxlislari biz tomonda. Husanov любой o'yinchini oyog'ini chopib tashlaydi. Xohlasa ketmoni bilan, xohlasa teshasi bilan, xohlasa o'rog'i bilan. Farqi yo'q. Chopadi, любойchasiga chopadi. Darvozabonimiz ham ajoyib darvozabon. Italiyaning asosiy darvozaboni Gianluigi Donnarumma. Gigining kichkinasi. Nima ham deymiz? Arsenalga yutqizilgan o'yinni esdan chiqaramiz. Mana bu g'alabani esa ko'klarga ko'tarmaymiz. Biz o'z yurishimizda davom etamiz. G'alabalar davomiy bo'lsin. Manchester City chempion. Manchester United bosh murabbiysi Michael Carrick 2-0 hisobidagi mag'lubiyatdan so'ng o'z fikrlarini bildirmoqda. Hurmatli jurnalistlar, nima savolinglar bo'lsa beringlar. Men hammasiga javob berishga tayyorman. Demayman. Nima durding, qilib qo'ydi u bilan. Angliya Premyer Ligasini mag'lubiyat bilan boshladingiz. Bu mag'lubiyat to'g'risida qanday fikrdasiz? Men sizni savolingizni tushundim. Savolingiz yaxshi bo'ldi. Endi javob berishdik. Biz bugun g'alaba uchun maydonga tushgan edik. Lekin to'p yumaloq, maydon esa tekis. Nima bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydi. Biz g'alaba uchun harakat qildik. Hull City 2 ta gol urdi. Biz 21 ta zarba berib, bitta ham gol ura olmadik. Premyer Ligaga endi chiqqan jamoaga yutqizdingiz. Bu o'yin sizni xafa qilmadimi? Albatta. Outsider jamoa Angliya Premyer Ligasida o'ynamaydi. Angliya Premyer Ligasi bu dunyoning eng kuchli ligasi hisoblanadi. Xohlaysizmi yo'qmi? Bu ligada 20-o'rindagi jamoa ham 1-o'rinni yutib qo'yishi mumkin. Bu futbol. Manchester Unitedning transfer siyosati haqida bizga qisqacha ma'lumot bersangiz. Albatta, biz kuchli o'yinchilarni transfer qilmoqdamiz. Kuni kecha ham yangi o'yinchimizni tanishtirib o'tdik. Jamoani shakllantirishda davom etmoqdaman. Men jamoaga kelganimga endi ikkinchi mavsum jamoaga kelganimga ko'p bo'lgani yo'q. Ba'zi birovlar 7 yil deganda chempion bo'ldi. Bizga hali chempionlik uchun balki bordir, balki yo'qdir. Bu mavsum yana ko'ramiz. Lekin jamoamning o'yinidan ko'nglim to'ldi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishim kerak. Manchester United muxlislaridan uzr so'rayman. Natija uchun uzr so'rayman. O'yin uchun emas. O'yinchilarimiz o'yinda haqiqiy Unitedcha, haqiqiy iblischa o'yin namoyish etib berishdi. Iblislarga muxlislik qilishdan voz kechmang.